Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men sizlarga shunday bir mo'jizaviy mahsulot haqida reklama bermoqchiman. Mana Nana Balzam mahsulot haqida. Bu mahsulotimiz o'ta mo'jizaviy, 189 xil giyohlardan tayyorlangan, o'ta tabiiy, odam organizmidagi batamom kasallarga davo bo'ladigan mahsulot. Men avvalambor o'zimda sinab ko'rganman. Bu mahsulotni men boshqa kompaniyalar mahsulotlarini ham olib ichganman. Gribokim bor edi tomog'imda. Ko'proq gapiradigan bo'lsam, tomog'im qichishib gapirolmay qolardim. Shuni ichgandan keyin birinchi shu natijaga erishdim. Keyin men o'zim bitta opam, bitta singlimga tavsiya qildim. Ularda holsizlik, charchash, shu yanvar fevral oyidan больницаga yotib chiqib, hech qanday natija olmasdan osteoporoz, osteoxondroz shu kasalliklar bor edi. Shu chiqqandan keyin uni majburlab shuni ich deb olib ichirdim. Yarimtasini olib ichdi. Natija ko'rgandan keyin yana olib berishimni iltimos qildi. Yana bittasi psoriaz kasalligi bilan. Haligi Samarqanddagi ochlikdan davolaydigan nimaga ham borib ko'rgan, shu psoriazni davolash uchun. Unda ham natija olmasdan kelib, unga ham tavsiya qildim, olib ichdi. U ham yarimtasini olib ichdi. Yaxshi natijasini sezgandan keyin yana olib ichishga qaror qilib, yana olib ichdi. Yana bir mijozim oyoq og'riq edi. U ham hamma nimalarni, mahsulotlarni ichib hech qanday natija olmagan. Shu natijasini sezgandan keyin ikkinchi marta yana olib ichdi. Men hurmatli yurtdoshlar, qanchadir insonlar dardlariga shifo topolmasdan Toshkentmi, больница yurib, hech qanday natija olmasdan yana shu dorilarga ehtiyoj tug'iladi. Buni ichsangizlar, mahsulotni qabul qilsangizlar, tanangizda qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga davo bo'ladi. Men shuni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizda bo'lgan natijani kimdir yaqinlaringizga, yana bir o'zingiz ota-onangiz bo'ladimi, opa-singillaringiz bo'ladimi reklama qilasalar, har kim buning uchun bu mahsulotning haqiqatan ham mo'jizaviy ekanligini bilish uchun avvalambor o'zi iste'mol qilish kerak. Keyin boshqa birovlarga taklif qilish oson bo'ladi. Hammangizga shuni taklif qilaman. Sog'lom bo'lib yurishingizni tilayman. Rahmat.